Xo'sh, boshladik. Assalomu alaykum hammaga. Yana bitta ustunovka joylardan yakunladik. Xudo xolisa, ana endi sizlarga ustunovka qilgan mebellarni ko'rsatib o'tamiz. Xonaga tushganini ko'ringlar, Toshkent shahariga xudo xolisa ustunovkaga keldik. Xonamizda endi sal yorug'likda rozi bo'lasizlar, o'z bitta lampochka bor ekan xonada. Ana shu xonaga mebel tushgani. Xo'sh, xonamiz razmerini aytadigan bo'lsak, menimcha eniga 6 metrga 5 metr bo'ladi ana shu xonani turishi. Mebelimiz 100% laminatdan bo'ladi. Zilari plasmas PVHdan ishlatilgan bo'ladi. Ko'ringlar, kimga qiziq bo'lsa, xudo xolisa ustunovka joylarini yakuniga yetkazdik. Ana endi sizlarga video obzorda qilib beramiz. Shkafdan boshlaymiz. Shkaf uzunasiga 240, balandligi 210, 215 chiqadi, plus minus 200 sm bo'ladi. Ichlari rovna mana bu chiziqdan mana bu yergacha 50 sm, mana buni o'zib 1.6 sm bo'ladi. Ya'ni ichlari 50 sm rovna bo'ladi. O'shasiga e'tibor berib qo'yasizlar. Ichlarini ko'ringlar. Ana bu sizga ichlari. Tepada har doimgidek shapka polka bor, taglarda polkasi ham bo'ladi. Tepada beshikka turbamiz bor. Oshmoshlar 4 tadan. Mana bu ichlardagi oq yevro samarasiga yig'ilgan bo'ladi. Mana buni ko'ringlar, vakuumli taqilloq, ya'ni oshmoshi vakuumli bo'ladi, o'zi yopilmaydigandan. Ana sizga. Mana bu ruchkalari ham neobeshni, ya'ni kattasidan qo'yilgan. Ko'ringlar, salkam 1 metr mana bu ruchkaning o'zi ham. Zilariga har doimgidek mana bunaqa yaltiroqdan yopishgan bo'ladi. Ikkita chekkasi bir xil bo'ladi, salkam bitta tarafi kalta kiyimlar, shu unsini ham ko'rsatamiz. Xo'sh, klientimiz tablari nozikroq, mana bu oynalarda ham ko'rasizlar. Ya'ni oynani o'ziga ham gul tushirtirdilar, ya'ni chiziq tushdi. Ko'ringlar, ana bu ruchkachasini qaranglar. Ikkalasi birdek turadi. Ana sizga. Bu tarafi kiyim taxlash uchun bo'ladi. Oshmoshlarni har doimgidek aytib o'tdik. Ha, polkalarni ko'ringlar, mana polkalari ham uzungina, mana bu yergacha kiygan. Mana bunday qilsak ham bo'lardi, endi hisob kitobi bor. Mana bu narsa ham oshmoshi mana bu yerga tushib qolishini ehtimolini olgan holatda mana buni sal ichkariroq qilganmiz. Atak mana buni to'liqroq qilsak ham bo'ladi. Boshqalarda ko'rishingiz mumkin. Mana buncha ham yarimigacha ham qilishi mumkin. O'shasiga e'tibor berib qo'yasizlar. Ana sizga eshiklari. Xo'sh, davom etamiz. Mana bu chekkasi. Bu chekkasida yana kalta kiyimlar uchun mo'ljallangan, o'rtada polka, tepada yana bitta. Xo'p, ana sizlarga eshiklarining yopilishi. Shkafimiz 240 ligini aytdik, ana turishini ko'ringlar. Rosa ham zo'r chiqdi xonaga. Endi spalnisiga o'tamiz. Spalnisi klientimiz boya aytganimizdek, mana bu tarafga oyoq uchi o'zi bu asli bo'lmaydigan narsa, klientimiz zakazlarga binoan mana bu oyoq uchlarga endi o'zlariga qulay bo'lgan narsalarni ishlatishlari uchun tumbichkachadagi qilib berdik. Ana oyoqlari ham ana shuni ko'rib o'tirasizlar. Xo'sh, ustiga zamish qilganmiz. Mashalkasi ham qalingina. Spalnisiga o'tamiz. Spalnis 210 ga 170 bo'ladi. Matras razmeri zilari mana yerga tegib turadigan, bolga egaligi olinganligiga e'tibor berasizlar. Matras bo'lishini aytdik, mana bu bosh tomoni. Xo'sh, sizlarga tanlov qilib beramiz. Ranglardan tanlov bor. Mana bunisini ranglarini ham o'zgartirib olsalaring bo'ladi, o'zlaringning tablaringga, qulaylaringga qarab. Menimcha spalnisning hammasini aytdik. Spalnisni mana turishini ko'raverasizlar. Ikkita chekkasi, ikkita tumbichkasi bo'ladi. Mana sizga tumbichkasi. Mana bu yerda svetelnigi bor. Svetelnigdan 220 tokka ulashsa, xudo xolisa montajini qilib ishlaydi. Ana sizga ichlari. Bular ham vakuumli qilingan. Ikkita chekkada tumbichkamiz bir xil bo'ladi. Vaqtlarning olmagan holatda u tumbichkalarga e'tibor qilib o'tirmaymiz. Mana bu tremosi bo'ladi. Tremosi ham balandligi 2 metr bo'ladi, 3 ta tortmacha. Bir tarafida tremosini mana bundaqa aylanadiganlik qilingan. Ichlarida bir sevshasi bo'ladi sizlar uchun. Mana bu tarafi mana aylantirsalaring oyna ko'zgu bo'lib turadi. Mana buni ham mana bu yerda qotirib qo'yilgani bo'ladi, mana ko'rasizlar. Hozir ana shuni shunday shaklga tushirib qo'yamiz, nasib. Ana shu yerga shunday qotadi, mana bu oynamiz eqqabaqqa siljimaydi, ya'ni keraksiz vaqti, ya'ni bolalar ishlatadigan vaqtda mana shuni qo'yib qo'yasizlar, kerak emas vaqtda olib qo'ysalaring ham bo'laveradi nasib bo'lsa. Tortmalari ham vakuumli bo'ladi, mana ko'rasizlar, ichlari ham keng. O'zi yopiladi. 3 ta tortmacha. Mana bunda ham svetelnigi bor. Endi kabelimiz yetmay qoldi. Mana shu kabelda ham o'zlari xudo xolasa o'lab qo'yishadi. Xo'sh, kimga xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bizni pastda nomerlar qoldirganmiz, bemalol aloqa qilib qo'yasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastavka ustunovka xizmatlari mutlaqo bepul bo'ladi. $600 narxi. Boya aytganimizdek, Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastavka ustunovka xizmatlari bor. Matras xohlamasangiz, matrasga ham pulni chiqarib tashlab, arzonroq variantini ham qilib beramiz. Pastda nomerlar qoldirganmiz, aloqaga chiqasizlar.